O'zbekistonda oltin quyma narxi rekord darajada qimmatlashmoqda. Markaziy bank 13-yanvar Toshkent vaqti bilan soat 9:34 holatiga ko'ra oltin quymalarni sotish va sotib olish narxlarini e'lon qildi. Xususan, 5 grammli oltin quymaning narxi 9 million 10 ming so'mdan 9 million 215 ming so'mga oshdi. Uni qaytarib sotib olish narxi esa qadog'i but holatda 8 million 660 ming so'mdan 8 million 857 ming so'mga, talablarga mos kelmaydigan holatda 8 million 573 ming so'mdan 8 million 768 ming so'mga ko'tarildi. Jahon bozorida ham oltin biroz oshdi. 13-yanvar Toshkent vaqti bilan soat 12:35 holatiga ko'ra oltin narxi 1 unsiya uchun 4585 dollarni tashkil etdi. Yil boshidan buyon O'zbekistonda 5 grammli oltin quymasining narxi 556 ming so'mga qimmatladi. Eslatib o'tamiz, 2025-yilda oltin narxining eng yuqori o'sishi 29-dekabr holatiga to'g'ri kelgan. Bunda 5 grammli oltin quymaning narxi 8 million 900 ming so'mdan oshgan. 10 grammli quymaning qiymati 17 million 900 ming so'mga yetgan edi. Yanada ko'proq moliyaviy xabarlarni Kapital.uz kanalida kuzatishingiz mumkin.